Diqqat, bugun ajoyib xushxabar. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Yangilikni oxirigacha eshiting. Ishsiz fuqarolarga subsidiya qaytarilmaydigan mablag' va subsidiya foizsiz qarz ajratishi bo'yicha ariza qabul qilishni boshladi. Subsidiya arizalari jismoniy shaxslardan test rejimida quyidagi 3 ta yo'nalish bo'yicha qabul qilinmoqda. Urug'lik va ko'chatlarni sotib olishi uchun subsidiya 1.125.000 so'm. Migratsiyadan kelgan shaxslarga qishloq xo'jaligi korporativ ustav fondi kiritish uchun subsidiya 3.750.000 so'm. Kambag'al oila a'zolariga zarur asbob uskunalar uchun subsidiya 18.750.000 so'm. Mazkur mablag'lardan foydalanish uchun asosiy talablar: ijtimoiy himoya restori yoki kambag'al oila restoriga kiritilgan oila egasi yoki a'zolari kiritilishi kerak. Ishsizlar restorida ishsiz deb e'tirof etilgan bo'lishi kerak. Ushbu xabarni barchaga tarqatib qo'ying. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Tezkor xabarlar bizda.